Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush keldingiz kanalimga. Sog' salomatmisiz? Bugun o'tgan videodagi Ibn Sinoni tana o'z-o'zini davolash qobiliyatiga ega degan mavzuda gaplashdik va u ko'plab savollar va tashakkurlar oldik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, doim sog' bo'ling. Ba'zi do'stlardan kelgan bir ajoyib savollar bor, o'shalarga javob beraman. Umuman kommentariy qismida savollar yozsangiz, yo kommentariy qismida javoblayman, yo alohida bir video tayyorlashga harakat qilaman do'stlar. Shunday savol borda, ajoyib savol. Modam tana o'zini ta'mirlar ekan, nima uchun, ya'ni deb so'rayapti bir opamiz yoki singlimiz. Turmush o'rtog'im yarim tunda ovqat yeb ham mendan baquvvat, men esa oz yeb ham charchayman, energiyam past ma'nosida bir savol yozibdi. O'rinli savol. Suhbatni tinglab tushunishga harakat qilayotgan bir opamiz yoki singlimizning savoli. Sog' bo'ling. Bugun ushbu jumboqni Ibn Sinoni mizoj ilmi bilan va o'tmishdagi tibbiyot olimlarining aytgan haqiqatlar bilan yechishga harakat qilamiz. Avval o'sha haddan ziyod ko'p yeydigan, lekin baquvvat ko'ringan kishilar haqida gaplashaylik. Ko'p yeyish, kechasi turib yeydiganlar ham bor. Tabii 5 qo'l barobar emas. Ibn Sino aytganlarki, har bir tana asli haroratga, ya'ni ichki olovga, ya'ni ichki issiqlikka ega, asli issiqligiga o'zini haroratiga. Ba'zi mizoz sohiblari shunday lovullab turadiki, nima tashlasangiz ham yoqib yuboradi. Majoziy ma'noda. Ya'ni nima bersangiz ham hazm qilib yuboradi. Birozdan keyin ochman deydi, ya'ni yana ovqat bersangiz yana yeyveradi. Unday kishilar bugun baquvvat ko'rinadi tabiiyki, lekin unutmang, baland olovda qaynayotgan qozondagi suvni tez tugatadi, bilasizlar. Olov baland bo'lgandan keyin qaynab tez tugaydi. Aslida ya'ni energiya tez tugaydi. Bunday ko'p yeydigan insonlar aslida o'zining ehtiyot sarmoyasini, ya'ni hayotiy energiyasini bugun o'ylamasdan sarflayapti demakdir. Bizda bir maqol bor, ya'ni oqsoq ot manziliga sog' omon oqsoqlanib yetib oladi degan bir maqol bor. Sekin asta, ya'ni maqol ma'nosi shunaqa, sekin asta diqqat qilib past baland, chuqur yoki jarliklarga tushib ketmasdan sekin yetib boradi. Oqsoq bo'lgani uchun sekin bo'ladi. Sekin bo'lgani uchun sokin, kuzatib, tadbirli, ehtiyotkor bo'lib boradi. Oz yesa ham charchaydiganlar esa o'sha manzilga sekin, lekin ishonch bilan yetadigan, tanasining sarmoyasini asrayotgan oqil chavandozlar, ya'ni. Lekin o'sha ko'p yeydigan kishilar sekin asta yog'lana boshlaydi. Siz o'ylamang, baquvvat ko'ringani bilan sekin asta yog'lana boshlaydi, boshqa bir problemlar boshlaydi, kechalari xurrak otadigan bo'lib qolishadi. Bu xurrak otish ham jiddiy bir muammo hisoblanadi. Boshqa kasalliklarni belgilari hisoblanadi. Yog'lanish bo'lmasa ham, masalan, boshqa problemlar ko'rina boshlashi mumkin. Husn buzarlar, balki tish eti, ya'ni milik muammolari, teri qichimalari yoki xullas har xil problemlar ko'rina boshlaydi asta-sekin. Endi xo'sh, nima uchun oz yeganingizda ham vujudda o'z-o'zini ta'mirlash protsessi boshlanmayapti degan savol tug'iladi-da. Ibn Sino aytgan o'sha ta'mirlash xususi bugun mana shu gapni yaxshilab o'rganib tushunib olamiz. Oshqozon go'yoki tana qasridagi bir oshxona deb oladigan bo'lsak, agar oshxonani tinimsiz tutun bilan, bug' bilan to'ldirib, yog'ni dog' qilish, tinimsiz ovqat pishirilib turibdi masalan, qasr ichida na nafas olib bo'ladi, na tozalash ishlari bajarilib bo'ladi. To'g'rimi? Endi tana ham xuddi shunday. Hazm bilan band ekan, ta'mirlash bilan shug'ullana olmaydi do'stlar. Demak, oz-ozdan tinmay yeyish emas, balki Ibn Sinoning tavsiyasiga ko'ra 2 ovqatlanish orasi uzun tutilganda, u orada vujud hazmdan so'ngra dam olib, qisqasi o'zini o'nglab oladi va keyingi ovqatni
a'lo darajada hazm qiladi. Biz bu dunyoga faqat to'yish uchun kelmaganmiz, do'stlar. Yani yarim tunda turib ovqat yeyishni ham bor bunday insonlarda, lekin na bir olim, na bir hekim buyurgan. Kechasi vujud dam olish modiga o'tadi. Dam olish rejimiga o'tadi. Kechasi dam olish, o'zini o'zi tiklash, ta'mirlash, dam olish, ovqat hazm qilish modida, ya'ni rejimida bo'lmaydi. Ya'ni Qur'oni Karimda ham buyurilgan, isrof qilmangiz, aslo isrof qilmangiz deb. Isrof qilish faqat ovqat yoki yeyish, ichish emas, ortiqcha sarflangan har narsa isrof bo'lishi mumkin. U bir vaqt bo'lishi mumkin. Ortiqcha sarflash, ya'ni bevaqt, masalan, boshqa narsalar isrof qilinadi. U sarflagan vaqtingiz bo'sh narsalarga sarflansa, bir mablag' bo'lishi mumkin yoki bir energiya bo'lishi mumkin. Bular isrof hisoblanadi, ortiqcha sarflanganda. Chunki yer yuzida yuringlar deyilgan. Oyat karimada yuguringlar emas. Bizning shifomiz ham fitratimizga mos bo'lgan narsalarda, ya'ni fitratimizga mos bo'lgan o'sha sokin yurishdadir. Yurgan vaqtdagi o'sha yengil va iliq tarlash vujud uchun juda ham foydali hisoblanadi. Masalan, inson yurganda atrofga qaraydi, chiroyli go'zal narsalarni ko'radi, fikr qiladi, tafakkur qiladi. Yuringlar, men yaratgan narsalardan ibrat olinglar ma'nosida oyat karimada xulosa qilib olsangiz bo'ladi. Keyingi savol ham juda ajoyib. Bir yoshli, ya'ni keksa otamizning ozish sirri, ya'ni vazn tashlash sirri. O'tgan videomizga 71 yoshli bir otaxonimiz izoh qoldirdilar. Alloh rozi bo'lsin. U kishidan Ibn Sinoni aytgan vujud o'zini o'zini ta'mirlash haqida eng keragi suv. Uni aytmabsiz. Men 71 yoshdaman, suv ichaman ertalab iliq holda va necha kilo ham zaifladim, ya'ni vazn berdim, vazn tashladim deb yozibdilar. Alloh umringizga barakat bersin. Otaxon, tinglayotgan bo'lsangiz, naqadar haq gap. Ammo men o'sha videoda ovqatlanish kategoriyasiga qo'yganman suvni ham. Umuman qilib olganda o'sha bir kategoriyaga qo'ydim. Suvni ham, ya'ni ovqatlanish va suv ichish bu ovqatlanish yo'lga qo'yish bo'limiga kiradi. Lekin suv haqida juda ko'p aytilgan videolarda, playlistlarga qarab topib olsangiz bo'ladi. Ibn Sino aytadilar, suv tana supurgisidir. Lekin diqqat qiling, bizning yurtlarda, ya'ni O'zbekiston o'sha atroflarimizda ko'proq suv o'rniga faqat anaqa ichiladi, qaynatilgan choy, ya'ni damlangan choy ichiladi. Suvni o'zi qorinni dam qiladimi deydi, shishirib yuboradi deb. Suvni o'zi bo'lmaydi-da, qaynatilgan bo'lishi kerak va choy, ya'ni zavarga solinadi, shunaqa. Bizni vujudimiz, hujayralarimizga choy emas, aynan o'sha toza suv kerak. Bizning hujayralar suv kutmoqda, toza suv. Xo'sh, ichgan suvimiz hujayra ichiga kira olishi uchun nima kerak? Hujayraga suv kerak. Hujayra suvni olsagina bizga suvni ta'siri bo'ladi ko'p miqdorda. Mana bugungi kunda bizni eng katta xatolarimizdan biri, ya'ni muammolarimiz, suv vujudga kerak, organlarga, hujayralarga kerak. Xo'p, suvni hujayraga kirishi kerak. Lekin birdan ko'p suv ichilsa, hamon tashqariga otilishga harakat qiladi. Ya'ni tashqariga hamon chiqib ketadi. Uni suv ichgandan keyin inson o'zi sezadi, hamon tashqariga chiqib kelib qoladi. Ko'p miqdorda suv ichiladigan bo'lsa birdaniga. Suvni vujudda qolishi kerak. Suv vujudda, hani biroz ma'lum vaqt suv vujudda turishi kerak. Chunki vujudga suvni foydasi o'tishi kerak. Vujud namlanishi kerak. Ekinlarni sug'oradiganda ham suvni singdirib sug'oramiz. Boshidan qo'yib yorib, shash bilan oxirdan chiqib ketadigan suvni ekinzorlarga foydasi yo'q. O'shandan xulosa chiqarsangiz bo'ladi. Bizning ichimizga kirgan suv ham ana o'shandaqa foydali bo'lib turishi kerak biroz vujudimizda. Vujudimiz suvni tortib olish kerak. Endi Ibn Sino ham aytgan bu haqida, suvni ichiga tuz kerak vujudimizga. O'sha suvni
vujudda qola bilishi uchun, hujayralarga kirishi uchun. Lekin avvalgi videolarda ham aytgandim, ba'zilari tuz zararli deb yorumlar yozishgan. Kunimizda tuz bilan davolayotgan professorlarimiz bor bir qancha. Bu haqiqiy qoya tuzi. Vujudda u suvni qolishi uchun ba'zi qurollar bor. Tabiiy kon tuzi, ya'ni qoya tuzi bo'lish kerak. Himolaya tuzi, haqiqiy tuzlar. Qaynoq tabiiy tuzlar. Alloh taoloning bizga bergan tuzlari. Ibn Sino o'zining buyuk tib qonunlari asarida shunday deydi: tuz nufuz qiluvchi, ya'ni teshib kiruvchi va tozalovchidir. Suvni hujayra eshigidan ichkariga olib kiradigan kalit. Bu tabiiy tuzdir. Tuz suvni hujayralarga tashiydi, suv esa hayotni. Bu bilgilar albatta Ibn Sinoga ko'ra va tibbiyot olimlarining mizoj ilmi haqidagi yozganlarga ko'ra mana shundaydir. Agar suvda o'sha mineral bo'lmasa, 70 dan ortiq mineral bor. Suv tanadan oqib chiqib ketadi. Hujayra esa tashnalikdan quriydi, ya'ni tashnalikdan so'liydi, ya'ni kuchsiz bo'ladi. Inson ajinlashadi, ya'ni ajinlasha boshlaydi. Qarish bu inson mizojining sekin-asta quruqlashishi. Yoshlik esa nam bo'lib qolish, ya'ni mizoj darslarida aytganmiz bu haqida. Yoshlikning mizoji namli va issiq, keksalikning mizoji esa quruq va sovuqdir. Xullas, agar majoziy aytadigan bo'lsak, oz yeb, oshxonani tozalab, iliq suv bilan kirlarni supurib, chiqarib va bir parcha tabiiy tuz bilan o'sha suvni hujayralarga kirgizish kerak. Tuzni endi ozgina tuz. Endi qoshiq tuz deyilmayapti, ozgina tuz. Ibn Sino aytgan vujudni o'z-o'zini ta'mirlash shartlaridan biri bajarilgan bo'ladi. Agar o'shanday qilsakkina. Tuz tabiiy qoya tuzi bo'lish kerak. Kon tuzi, Himolaya tuzi ham tabiiy tuz. Hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ovqatni tuz bilan boshlang va tuz bilan bitiring deganlar, bilasizlar. 70 dardga davo deyiladi. Ibn Sino bobomiz ham aytganlar bu haqda va tuz juda foydali. Ortiqcha bolg'onni haydaydi vujuddan. Lekin me'yorda bo'lish kerak. Va bemorlar albatta doktor bilan maslahatlashish kerak. Endi tuz mavzusiga alohida to'xtalamiz, xudo xolasa. Aziz do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Savollar bo'lsa, yozib qoldiring.